Katta yo'l mashinamizda xuddi shu holat. Yurganda yuraman deydi, lekin yurish rosa ham qiyin. Undan tashqari qo'pol ochganda xuddi shunaqa tutun bor. Bu degani motor pishgan, undan tashqari shu pishgan holatda bo'ldi bosmay qo'ying. Pishgan holatda mashinamiz minib yurgan, moy quyib yurgan, lekin asosiy hozir akamizga mashina yurish kerak. Moy quyib bo'lsa ham benzin asosida o'yladik. Benzin asosida halidan o'lchasak yaxshi, ideal darajada turibdi. Bu tomonda muammosi yo'q. Ya'ni bitta narsa bo'lib turibdi. Hozir glyuster to'lgan. Ya'ni motordagi moy yurib, glyuster to'lganda, glyuster to'lgan hisobiga havo chiqib keta olmayapti. Glyusterdan past havo chiqmayapti. O'sha hisobiga hozir glyusterni yechib ko'ramiz. Diagnostika to'g'ri yoki noto'g'ri. O'zi aslida motor boshqa qo'yish kerak. Akamizga sharoit yo'q. Ozgina motorni minib turish kerak, yurgizib berish kerak. Sanab ko'ramiz, diagnostika qanaqa to'g'ri yoki noto'g'ri. Glyusterga yechib motorni yurgizib ko'ramiz. Eng oson buni bilish yo'li glyusterga yechiladi, mashina yurgiziladi. Haqiqatan yuradigan bo'lsa glyuster to'lib qo'ygan bo'ladi, agar yurmaydigan bo'lsa boshqa variant yo'q, mashinani motorga tashlash kerak. Mashinamiz yurdi, ya'ni mashinamiz ishladi, hamma yo'q joy-joyida. Faqatgina avtorasxodi bor. Diagnoz to'g'ri qo'yilgan ekan. Hozir glyusterni yechib qo'ydik. Mana shu holatda, porlagan holatda mashinamiz ishlayapti, lekin ishasi yaxshi, gaz o'tadi. Yuradi, faqatgina moyga qarab tursa bo'ldi. Bitta sal lito harakat qilsa, benzin azot tashqari injektor shunaqa narsalarga polni o'tib ketishi mumkin. O'shaning uchun 5 soatlik ishdan ko'ra yarim soat ozgina mehr bilan kichkina diagnostika foydasi ko'proq bo'ladi. Bunaqa narsalarni ochishda shoshilmaslik kerak. Avvalo egasi bilan yaxshi suhbatlashib, motorni holatiga qarab, benzinasiz qo'yishdan oldin albatta diagnostika qilib, uni datchida tekshirib olishni tavsiya qilaman. Yurmay qoldimi, benzinasiz qo'yib olish shart emas. Oddiy mashinalarga bo'lsa arzon bo'ladi, lekin bu mashinalarga anchagina qimmat turadi, bilasizlar. To'g'risi endi akamizga aytamiz. Qurbi yetsa boshqa motor qo'yib beramiz, qilib ham beramiz. Qurbi yetmaydigan bo'lsa, glyusterda polniy sistemani tozalattirib, yana ozgina minib tursa bo'ladi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqib kelishlaring mumkin. Doim xizmatlanamiz. Bundan ham qiziqarli videolar o'tkazib olmaslik uchun avtosentrga obuna bo'lib qo'yishingizdan chiqmasin.